namozxon bo'lib turib, ibodat ahli bo'lib turib, birovlarning obro'yini to'kamiz bugun. Birovlarni bemalol yomonlaymiz. Unda bormi, unda yo'qmi? Mayli o'sha inson ayb ish qilib qo'ygandir. Sizda ayb yo'qmi? Sizni kamchiligingiz yo'qmi, birodar? Alloh taolo sizni satr qildi. Alloh taolo sizni yopdi. Odamlar ko'rmadi sizni kamchiligingizni. Siz ham uni aybini yoping endi. Odamlar yomonlayotganda, yo'q, uni men masjidda ko'rganman, u namozxon birodar, yaxshi inson deb uni tarafini olingki, Alloh taolo erta qiyomatda bir odam kelib, bu inson meni haqqimni yegan, bu odam gunoh qilgan deganda Alloh taolo yo'q, men buni kechirganman desin. Siz bugun birovning aybini yopingki, Alloh taolo sizni aybingizni yopsin. Siz bir odamga g'amxo'rlik qilingki, Alloh taolo sizga g'amxo'rlik qilsin. Siz odamlarga bugun qanday muomala qilasiz? Alloh taolo sizga ham xuddi shunday muomala qilishligini unutmang. Shuning uchun odamlarga qalbi siniq holatda, tavozu bilan, yaxshilik bilan, mol-u davlatimizdanmi, obro'yimizdanmi, imkoniyatimizdanmi, fazilatimizdanmi ulashaylik. Alloh taolo joyini to'ldirib beradi. Buncha qo'rqasiz bugun mol-u davlatingizni kamayishligidan. Abu Bakr roziyallohu anhu nima dedilar? Hammasini olib keldim. Ularga nima qoldirding desa, Alloh va rasulining muhabbatini qoldirdim dedilar. Bo'ldi, Alloh va rasuliga muhabbatli bo'ling. Alloh taolo nima deyapti? Har bir qiyinchilikning ortida albatta yaxshilik bor deyapti. Shuning uchun bugun qiyinchiligi bo'lgan odamlar sabr qilsin. Alloh taolo va'da bergan. Qiyinchilikdan keyin albatta yengillik va osonlik, nusrat beraman degan. Shuning uchun sabrli bo'ling. Allohdan ofiyat so'rang. Ibodat qiling, yaxshilikda bardavom bo'ling. Alloh diningiz va dunyoyingizni Alloh obod qilib qo'yadi.